Assalamu alaikum bütün dünyadaki qarindoshlarım. Bugün rahmet bayramı. Thanksgiving bütün dünyada hamma yerda ettiryapti. Bugün ben bütün Amerika halkını ve Amerika Kongres a'zolarini, senatörlerini, barliq Amerikadagi siyosiy o'nlar, tashqi ishlar ministri, kishilik huquq tashkilotlar, bizning barliq do'stlarimiz ve müşahideki saptaşlarımız, musafir qarindoshlarım bütün dünyanın hamma yeri. Sizlarni şu rahmet bayramı bilan tabriklayman. Ben 2005 yılı turmudan çıqqanımdan tatip ta hazırgacha Uyghur halkının çekiyotgan azap okubatlarini dunyoga anglatish jarayonimizda bizning ovozimizni anglab, bizni tunib, dardimizga yetib, bizning fikrimizni hukumatlarga keng ko'lamda tarqatgan barliq siyosiy do'stlarimga mayli pensiyaga chiqqan bo'lsin, mayli hozir ishlayotgan bo'lsin, samimiy salomlarimni yo'llayman, oliy ehtiromlarimni aytaman, ham yana bir qitim rahmat aytaman. Biz Uyg'ur xalqi lagerning, turmuning, ölümning ingrayotgan kichik balalarimizning ovozini dunyoga yetkazolmay, dunyoning hamma yerida qanchalik ojiz bo'lsakmi, bütün kuchimiz bilan mushu dunyoning har yeridagi Uyg'ur xalqining masalasiga ko'ngil bo'layotgan, kishilik huquqqa ko'ngil bo'layotgan, bizni haqiqiy taniyotgan saptaşlarımızın yardımı bilan ovozimizni dunyoga yetkazyapmiz. Xalqimizning ahvolini garchi biz butunlay hal qilib ketolmagan bo'lsakmi, bu ovozni, bu sesni, ash turmudikilarning bizning kutayotgan umidlarini, ash xalqimizning bizga intizor bo'lib turgan intizorligini, biz ovozini mushu bizga yordam qilayotgan barliq siyosiy ve muxbirlar bütün dünyadaki saptaşlarımızın Avrupa'daki, Yaponiyadaki, Türkiye'deki, Angliyadaki, Amerika'daki, hamma yerdagi mush bizga ko'ngil bo'lgan siyosiy ovozi bilan dunyoning kun tartibiga akiryapmiz. Akirdik. Men bugun mush Thanksgiving, mush rahmat bayrami bilan hammanglarni tabriklayman ve samimiy salomimni yo'llayman, ham rahmat aytaman. Yana oxirida 3 mahbusni ap chiqib Xitoydan qo'yib berib, o'zining oilasi bilan qo'shqanligini angladim. Men gazetlarda, axborotlarda buni ko'rdim. Men shu mahbusning bayramini tabriklayman ve ular uchun Amerika hukumatiga rahmat aytaman. Rahmat.